Barchalaringga dam olish kuni xayrli o'tsin deb bugungi dasturlarimizni boshladik. Assalomu alaykum Qubbachora kanalining aziz va muhtaram obunachilari. Biz uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aka opa singillar. Xudo xolasa bir bosh chiroqliq o'zimizning xonadondan bolasi novvoschi, ishonchli, sinoq tamol so'raganlarga e'tiborlaringga havola qilib o'tamiz. Tashqariga olib chiqib bo'ybasta yurish turishi hamma yo'g'ini ko'rsatib, videoni oxirigacha o'tkazib olmay ko'rsalaring, sog'lish jarayonlarini ko'rsatamiz. Xudo xolasa hafta kuniga yakshanba dam olish kuni 28-dekabr 2025-yil. Hammalaringga, umrlaringga, rizqlaringga, dehqonchiliklarga Allohdan barakat so'ragan holatda boshlaymiz. Xudo xolasa hozir tishlarni ochib ko'rsatib, tashqarida yurish turishlarni ko'rsatamiz. Obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosmaganlar qo'llab-quvvatlash maqsadida bir donadan like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ysalaring, videolarimiz ko'proq odamlarga yetib boradi. Bu sizlardan pul yoki megabayt olmaydi, bizga ham bermaydi. Prosta ko'proq odamlar bizni kuzatishda davom etadi. Xudo xolasa tishlarni ochib ko'rsatishni boshlaymiz. Oching tishni. Hozir tishini ochamiz, xudo xolasa. Ana akalar, 4 yurak tishlar. Birinchi bolasiga xudo xolasa tashqariga olib chiqib yurish turishini, ma'lumotlar, narx-navosini aytib o'tamiz. Videoni o'tkazib olmay oxirigacha ko'ringlar. Qadrli obunachilar, mana xudo xolasa tashqariga ham olib chiqib oldik. Mana bolachasi novvoschi. 4 yurak birinchi bolasiga akalar. Oyoq qo'li yurish turishi ma'lumotlarini aniq qilib aytib o'tamiz. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, 1.25 tepasida, orqasi 1.30 chiqadi xudo xolasa. Bolachasi novvoschi aytib o'tilgandek, bir haftalik bolasi. Mana jonivor. Sekiron. Mana elinlari, orqa tomonlari ko'rinishlari. Bo'ylari 1.30 ga yaqin xudo xolasa. Elinlari. Mana jonivor kalla ko'rinishlari. Bolachasining ichi ketdi, bu narsalari yo'q, ayb nuqsoni yo'q xudo xolasa. Mana hamma yo'q, oyoq qo'li yurish turishi. Ichi olga yetalab qo'y. Ana oyoq qo'llar ekan. Nima deyapti? Parodaligi ham toza xudo xolasa. Rangi ro'yi qanaqa deymiz? Qo'ng'ir. Kelib chiqishi shvedlarga borib taqaladi. Qo'ng'ir svet. Kimdir chichqon teri deydi, kimdir qo'ng'ir deydi, shunaqa. Mana elinlar. Hech qanday dimlandi, netisi yo'q. Kechqurun sog'vorilgan. Orqa tomondan ko'rinishlarini ko'rsatamiz hozir xudo xolasa. Orqa tomondan ko'rinishlari, bolachasi ham sog'lom. Sog'lom bolani yugurib yuribdi. Idishlarni qaranglar, elinlarni. Yemasa, ichmasa, ussa, tepsa, o'zini o'zi emsa, kimsa olsa sog'dirmasa, kasal nuqsoni bo'lsa, yotganda turganda bachadona chiqsa, kimdir uyingizga borib bu mol meniki deb o'g'illiq bo'lib sotilib ketibdi desa ham mol bizniki. Bir hafta ichida sinab ko'rib olasiz. Vodiy bo'ylab dastlabkalari bepul. Sutlariga keladigan bo'lsak, 12 litr suti bor akalar. 10 litrga hisob qilib olinglar, olgan odam baraka topsin. Xudo xolasa mana bolachasi. Bolani ham yaxshi zo'r bergan. Jonivor. Mana bolasi. Narx-navosini uzoq cho'zib o'tirmizda 35 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkalari bepul. Mana xudo xolasa kanalni ochib rivojlantirib yurgizyapmiz. Xudo xolasa hali nima edi, like bosib qo'llab-quvvatlayotgan aka-ukalardan biz ham ularda nimasiga qo'llab-quvvatlashga javoban 1 million kam aytirib turib 34 million aytamiz, kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkalari bepul. Voha tomondan kuzatayotgan obunachilarimizga kimdir Voha tomondan so'rab qolsa, yetkazdirib beraveramiz kelishilgan holatda. Xudo xolasa olib baraka topinglar. Hozir ichkariga olib kirib sog'ishlarni ko'rsatib beramiz. 10 litr sutga 34 million kami bor. Bo'yi 1.30 atrofida, 1.25 dan baland. Birinchi bolasiga kelajak xudo xolasa ko'chat deyiladi-ku. Olgan odam baraka topsin. Mana xudo xolasa orqa tomondan ko'rinishlari. Ichkariga olib kirib yurish turishlarni ko'rsatib beramiz. 34 million kam bor akalar. Mana xudo xolasa molimizni ham ichkariga olib kirib oldik. Yedirish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. To'ra tutamiz sog'ligiga, sut tepmasligiga,
Yuvvoshligiga, yotgan turganda bachadon chiqmasligiga garantiyalari bor. Birinchi bolasiga 4 yurak maza qilib sog'ib ichinglar. Yoshidan ko'chatidan so'ragan obunachilar uchun. Xudo xolasa molimizni sog'ishni ham boshladik mana. Bu holida ikkita tutami. Narigilarni ko'rsatib bering. Bu mana ikkinchi tutamlar. Videoni ozgina uzib turamiz, cho'zilib ketmasligi maqsadida. Xudo xolasa sog'i bo'lib, sog'ilgan sutlarni ham hammasini ko'rsatamiz ular, videoni ular. Ana ukalar, xudo xolasa sog'ilishni ham yakunladik, bo'lib turadi. Olgan odam baraka topsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlaganlardan Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringga, umrlaringga, rizqlaringga, dehqonchiliklaringga Allohim baraka bersin. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Qo'llab-quvvatlaganlardan biz ham yaxshi kunlarda xizmatini qilaylik.